Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana men o'sha Friend Games. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan birgalikda Roblox o'yinini o'ynab maza qilib dam olamiz. Video boshlanishidan oldin albatta barcha muammo problemalarni tashlaymiz va videoni boshlaymiz. Xullas akalar, biz bu yerda qaysi o'yinni o'ynaymiz? Bu yerda ko'rishlar mumkin. Roblox degan o'yinda juda ham ko'p o'yinlar bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin. Hozir yangi o'yin kelgan. Mana bu tank game o'yinini o'ylab ko'ramiz. Albatta ketdi bo'lar. Mana bu o'yinga kirish jarayoni va o'yinga kirdik. Va biz bu yerda menimcha mana shu narsalarni o'ylashimiz kerak. Keyin kuchaytiramiz kerak. Istaymiz qildik. Ya'ni juda urinib etdik. Mana bu narsalarga otsak endi birdaniga 3 o'yin boradi. Mana ular bilan o'tamiz. Yo'q, bermayotgan. Qolganlarga damas bermayotgan. Qolganlarni otmayotgan. Otish uchun mana bu nimani bosar ekanmiz. Mana 10 joyda turibdi, mana bombani otlaganiga o'xshab. Mana shuni bosar ekanmiz. Shunda o'q otilar ekan. Va sizga mana bu bitta gift degan joyda o'ynaganimiz uchun narsa beraman. Hozir men endi kirdim, shu uchun narsa beraman. Tanklarni o'zgartirishlar ham bo'lar ekan mana. Tanklar ham bor ekan. Endi biz sizlarga otib ko'ramiz. Endi ko'rishlar mumkin. Odamlar bilan otishyapti. Lekin biz o'ldik. Bu marta o'ldik. Endi ikkinchi o'yinimiz. Menimcha bunday yutib tanklarni ko'paytirish kerak uchun tanklarni ko'paytirish kerak. Tamam, bitta giftlarni ham olamiz. Endi bizga qaysi bir nasib bo'ladi? Tamam, keldim. Bitta juda ham ko'p damage beradi mana. Menimcha uni oldiga otish kerak. Mana qaranglar. Oldiga otsak, o'sha yoqqa qochib borayotganda o'q tegadi unga. Mana oldiga otishyapman. Endi bu yoqdan o'taman. Chunki uni orqasidan ko'rmay turgan paytda otib olaman. Yo'q, gap qoldi. To'g'risi, internet qotib qoldi. Nereden söyleyecekler ve gitmem. Almanız 1250 alma verdi. Almanız almaklarınız.
Hamidda mana skin bor ekan. Mana shu yerdan mencha skinlarni olib olasizlar o'zingizga. Ko'rdingizlar. Robux evaziga o'zingizlar xohlaganingizcha narsa sotib olasizlar. Yerda qoldirib kerak. Ben sevmek bizi inmatlayken çünkü boshqasini oldik. Endi ketdik odamlar bilan otishamiz. Mana ko'rishlar mumkin, joni yo'q. Jonini yarmi yo'q. Hamma o'qlar deyarli unga rikoshet bo'lmayapti. Rikoshet bo'lmayapti. Hamma o'qlar deyarli unga tegmayapti. Chunki qochyapti bizdan, ya'ni o'qlarimizdan. Judayam ko'plarla berib tashlayman. Qo'ldan kelgancha ular beraman xullas. Men jonim ham yo'q, uniki ham yo'q. Lekin men ko'proq shuning uchun hujum qilaman unga. Men joni yarimta, meniki yarimtadan sal ko'proq. Bu yoqdan hujum qilsam, menimcha damage ko'proq tegardi. Menga kamroq tegadi, unga ham kamroq tegadi, lekin menga tegmaydi. Ularga otib tashlaymiz. Ularni yo'qotib, keyin esa hujum qilamiz. Jon yo'q akalar, bitta kill bo'lishi kerak bizda. Bitta kill urib olishim kerak amallab. Mana do'stlar, ko'chakka taqadim va birinchi killim. Mana akalar birinchi killim. Endi o'zimga yana narsa oshtirdim. Plus mana bu o'ng tarafdan otadimi? 4 talab otar ekan bu. Ko'rishlar mumkin, mana yangi narsam. Men hozir bunga qarshi o'ynamayman. Ular bersam bo'lar. Buning o'qlarni o'qish juda ham qiyin, chunki bu 15 taraflama nima hisob qo'yibdi. Mana ko'rishlar mumkin, men yana o'ldim va yana qaytadan oddiydan boshladim. Akalar shunaqa qilib bu o'yinni o'ynasanglar bo'ladi bemalol, juda ham zo'r o'yin, menga yoq. Endi bu o'yinda mana Amerikada 2x bet bosinglar, sizlar Robux evaziga, ya'ni 99 Robux evaziga 2x bet olasizlar. Bu deyarli hamma vaqtga emas, ya'ni kunliga emas. O'zim aytdim. Kunliga emas, bu 3 minut vaqt beriladi ekan, ya'ni limit 3 minut limit beriladi. Hozir men ikki yoqlab turgan bilan jang qilaman. Yo'q. Mana bularni orqasiga yashirinib olamiz. Unga qarshi boshqa joydan o'qlar boryapti va men bu yerdan qochishim kerak, chunki jonim yo'q. Tagit to'g'ramiz bu yerdan. Endi esa buni olamiz, to'g'ri o'tadiganmiz. Orqamdan bitta o'tadigan keldi, yangi o'yinchi. Bu yangi o'yinchi emas, menimcha. Buni ham o'ldirish o'rgan, chunki u meni o'ldirib ketdi. Jonim yo'qdi. Endi akalar bu yerdan narsalarni olamiz. Va mana bu yerda boss degan joyda bosslar tekinga, ya'ni almazlar evaziga bu yerdan narsa olasizlar. 2 minutdan ikkalasi ham. Menimcha hamma damage to'sa kerak, chunki kerak emas. Nima kerak? Damage ko'proq kerak deb o'ylayman. Endi men akalar bitta qo'ytiraman hamma narsani. Boshqasini nima bo'lsa bo'ldi. Endi bu yerda o'zim keraklisi spam yerda olaman akalar, chunki bu bo'layotganda 3-4 to'tar ekan. Shuning uchun bu menga yoqdi. Hozir unga hujum uyushtiramiz. Ularga hujum uyushtiramiz. Bu mana akalar ko'rishlar mumkin, joni qolmadi deyarli, yarimta joni bor va unga juda ko'p hujum uyushtirib tashlashim kerak. Katta o'yindan burchakda hamma joydan va mana akalar birinchi kilimiz o'yindagi bizning. Uni o'ldirdik. Bundan men juda ham xursandman, chunki juda ham ko'p odamlar jonini kamaytirib qo'ygan, lekin ular o'lmagandi. Shuning uchun deyarli xursand bo'ldim.
Ender oldik. Denizlerdeki şeyde kazanıyoruz. Bu yerden kim drop yaptı yok. Renk basıyor bana. Sonundan bizga narsa berdi. Kelganimiz uchun meni tabii. Endi bu yerdan mana bitta mana qizillatayotgan joyimda ranklar berilgan ekanlar. Men xullas hozir 6-o'rindaman. 1-o'rinda Hua 13 UA degan odam ekan. Bu odamga nima deymiz, hech nima demaymiz. Lekin menga konsertga zo'r bo'lardi. Va mana akalar bitta otarlarga hujum qilyapti. Va biz bu yerdan kill olib olamiz. Va uni o'ldirdik akalar. Tashlab o'ldirib narsalar olib bo'ladi. Va akalar mana gift yonida turgan xalda bosib va spin olasizlar, ya'ni royal. Va bizga 5000 ta yulduzcha tushdi. Zo'r degani yulduzchaga yoki narsa olmasa bo'ladi. Mana endi esa akalar rankni bajaramiz va claim bo'limidan narsa beribdi. Shularni olib turib endi hujumga o'tamiz. Mana bu yerda katta nima bor ekan, urven beradigan. Oldin akalar uni mana akalar bitta odam ko'rdik, endi uni o'ldiramiz. Mana yarim joni bor deyarli. Joni yo'q. Mana mening o'yindagi 3-kunim. Qayerdan boryapti mana akalar yana bitta kelib qolsa yo'qdan o'tadigan tariflama. U qochyapti, lekin orqasidan ham otib qochyapti. Mana akalar 4-filmni ham o'rgatdi. Normallikcha bitta narsalarni olamiz va rankni bosib bo'limda, ya'ni topshiriqlar bo'limidan narsalarni olamiz. Va bizga bu yerdan ikkita kirib olsak damage ketar ekan, ya'ni bizdan jon ketadi. Akalar endi bu yerdan plaster olamiz, chunki plaster juda ham tez o'tar ekan. Ko'rishlar mumkin, plaster normalniy boyaga zo'r edi baribir. Xullas akalar, men 3-o'ringa tushibman debman. 1-o'rin 112 ta nima desak bo'ladi uni. Ya'ni bu tepada levelimiz yozib qo'yibdi 43 deb. Unda esa 112 ta ekan level, chunki juda ko'p ketgan menimcha. Xullas ko'p narsalar. Endi esa biz ketdik ochmaga, ana odam bor ekan. Uni zarbalarni qaytarib, tashlab qilib o'zini deymiz qilamiz. Xullas o'ziga deymiz. Orqadan o'zi va Osmon odam keldi. Buni o'ldirsak bo'ladi akalar. U ekan bu 1-o'rin. Ketdi, qo'yib o'ldirishga harakat qilamiz. 1-o'rinni o'ldirsak men 2-o'ringa tushaman aniq. Qo'yib o'ldirish uchun juda ham katta o'rin kerak, lekin bu juda ham qochib o'lish kerak. Akalar juda ham qochish kerak, qochib o'lish kerak. Men o'q bormay turgan joylardan qochish kerak. Mana qaranglar, men o'q turmagan joydan qochyapmanda, lekin menga ham o'qdan qilyapti. Shuning uchun uni berkinib o'ynayman va o'zimga ehtiyot bo'lib o'ynayman, chunki mashina o'q bo'lib qolishi mumkin. Olmayman, endi levelim 1 bo'lib qoldi. Qaytadan levelim ko'tarishim kerak. Mana shu narsalarni olsak, keyin levelim ko'tariladi. Ana ularning shakllar bizning levelimiz ekan. Endi bizning levelimiz va biz bu yerdan narsalar ko'taramiz. Hammasi bir-biridan orqaga yana bir-biridan. Yana kelib kuchaytiryapman. Va mana yana Huaqumi bu yo'q. Boshqa o'yinchi. Buni ham o'ldirishga harakat qilamiz.
yo'dan bu yoqqa qochib indiramiz. Xudo xolisa buni ham mana yarim joni bor. Albatta akalar, Robloxda menga druza tashlasanglar, videolarda olaman. Maza qilib birgalikda o'ynaymiz. O'ynasang buni olaman. Ikki taraf bilan otadigan va mana bu odamga hujum qilaman. Oldiga hujum qilsam, o'qlar unga tegishi mumkin. Mana yo'liga hujum qilaman, yo'liga mana. Yo'liga otamiz. U fizikaga qaraganda, u yurayotganda men unga o'q otsam, unga tegadi. Akalar, albatta kanalimizga obuna bo'ling, videolarga like bosing. Chunki bu videolarga juda ham katta obunachilar va ko'radigan odamlarni olib keladi. Va ular ham obuna bo'lsa, konkurslar shunaqa narsalarni o'ynaymiz akalar. Sizdan bittagina obuna nima ketdi? Obuna bo'lsangiz bo'ldi bu. Obuna bosib qo'ying, iltimos qilaman. Sizga yana shunaqa qiziqarli o'yinlarni chiqarib beraman agar obuna bo'lsangiz. Hozir buni o'ldiraman. Qochib ketdi va yana qo'tyapman. Mana mashitda juda ham katta o'qli odam bor ekan. Menimcha bu menimcha yarim jondan bo'lishi kerak. Shuning uchun bunga tegmasdan o'tamiz o'qlarni va uni jonini astagina bilan kamaytira boshlaymiz. Hujum qilsak ham bo'ladi akalar, chunki bu o'g'li juda ham kiriyman. Kichkina o'yin berar ekan, qaydan bildim man o'qarim shunday o'ryapman. Mana yarim joni qoldi buni. Endi bu yo'lni qilib o'ynaymiz. Joni yo'q balki, yarim joni yo'q. Yarim jonidan kam bitta hujum qilamiz. Mana akalar o'ldi deyarli va biz uni o'ldirdik. Endi biz buni oldim. Endi uchoqni otadi, bo'laveradi. Endi to'xtay olmaydi narsa. Bu tegadi, qiyin tegishi. Mana qaranglar. Akalar judayam xullas akalar yana o'ldik. Xullas akalar video shu yergacha bo'ldi, chunki men zerikib ketdim. Sizlar zerikmaysizlar degan bittaman bu videoda, chunki men YouTubedan zerikkanga o'xshab qolaman. Hamma o'yinlarda shundayman. Tuxdimmi boshqa o'yinga kirib ketaman. Agar unda ham tuxsam, shu o'yinga qaytib kelaman. Agar o'yinda tuxayotgan bo'lsam, tuxib beraman. Menga rank o'yin bo'lsa, minus bermaydi. O'yinlarni o'tkazib qo'yamiz. Va albatta sizlar bilan hammangiz bilan bo'ldim. Albatta mening akkauntimga druza tashlaylar. Mana usulda pastga chiqib Plautor o'shanga druza menga druza kelmagan, o'yinga qo'shilasanmi deb do'stlarim aytgan. Ular ham